Qaranglar, bitta islomiy savol beraman, ilmingizni sinab ko'rasiz. Xo'pmi? Agar javobini topa olmasangiz, videoni ko'proq odam ko'rishiga hissa qo'shasiz. Sharti shu. Savolni eshiting. Xo'p, demak, musulmonlarning vafot etgan go'daklari, chaqaloqlari, ular qayoqqa ketadi vafot etgandan keyin? Ular qabrda hisob-kitob qilinmaydi. Ularning gunohi yo'q, chunki hali voyaga yetmay vafot etgan yosh bolalar va go'daklar. Ular qayoqqa ketishadi va jannatda ota-onalari bilan uchrashadimi, uchrashmaydimi? Mana shu savol. Javobingiz qanday? Demak, javobini topa olmagan bo'lsangiz eshitib turing. Musulmonlarning vafot etgan go'daklari jannat tog'larida yashaydilar. To ular qiyomat kuni ota-onalari bilan uchrashmagunga qadar Ibrohim alayhissalom va ayollari Sora onamizning qaramog'ida bo'ladilar. Qaranglar, mashalloh, demak ota-onalari bilan albatta ko'rishadi ular jannatda. Ungacha esa jannatda Ibrohim alayhissalom